Aroqni tashlash uchun ko'k qo'ng'izdan foydalaning deyilgan-ku qahramon tabib. Mana o'sha ko'k qo'ng'iz. Bizlar tarafda sassiq popshak deydi. Bir xil joylarda yashil qo'ng'iz. Odamlarga video degandek uchib kelib qoldi. Sizlarga podrobni qilib tushuntirib o'tib ketaman. Juda ham ko'p inson iltimos tushuntiring, qanday qiladi deyapti. Boqqa chiqasizmi, toqqa chiqasizmi, 15 dona yig'asiz mana shundan. Qutichaga yig'asiz 15 donasini 1 litr aroqni ichiga solib qo'yasiz. Bildirmaysiz hech kimga. Keyin bir sutka turadi, aroqni ichida o'ladi mana shular. Butun sassiq hidi ana shu aroqni suviga chiqib ketadi. Ichidan terib olasiz, tashlaysiz musurga. Ana shulardan chiqqan aroqni suvini o'sha ichida turgan bironta erizmi, tog'ayizmi kimni aroqdan qutultirmoqchi bo'lsangiz berasiz o'shanga. Ichadi, tamom, ketadi, og'zi ketidan oldi orqadan urib yuboradi, tamom. Atravit bo'lib dabdala bo'ladi, lekin o'lmaydi deyilgan. Tushunyapsizmi? Qahramon tabib aytayapti. O'lmaydi deyilgan kitobdan o'qib, Ibn Sinon kitobidan o'qib sizlarga tavsiya bergan. Shuni men podrobni tushuntirib beryapman. Qahramon tabibning gapini qaytaraverma degish bir nidagonlar, iltimoslardan. Men bilmaganlar uchun tushuntiryapman. Mana shu qo'ng'izni ana shunday qilib berib ko'ring. Keyin ichmoqchi bo'lgan inson mana shuni hidi o'sha miyaga o'tirib qoladi, borib aroqdan hazar qilib tashaveradi. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Ko'k qo'ng'izni sizlarga bo'lgan foydasi.